Kündəlik xatiramdan parça. 2002 yılı 6 ayının 27 günü. Səfərə çıxqanlarımda andımında xatirimi yezib qoyuman. Lekin uncha təfsili yezib ketmayman. Bu xatiralar ko'rgan bilganlarimning iskeleti bo'lib, go'sh, tomir va tuyg'ular o'zimga ayon edi. Ashu iskeletni ko'rsamla, ayni vaqtda nimalarni o'ylaganligimni esimga olalayman. Dar haqiqat o'tgan ishlarni aslash, o'tgan ishlarning o'zini ko'rsatmaydi. Balki o'tgan ishlarga belgilik ish qo'shish bo'lib hisoblanadi. Maylilar. Vücudumning o'zimi bir xotira. Turmushning ovar yerlari ruhimni chalg'utganda men unutib ketgan yoki o'ylamagan bayonlar o'zlikdan ro'yobga chiqadi. Men hammani o'z ichiga olgan ehtimollik, o'zim haqidagi biladiganlarim mendagi mavjud narsalarga nisbatan dengizdan tomchi. Mening aytganlarim o'zim haqidagi yuzaki bayonlardirki, men texi tamamen içilmagan bir dünya. Qadrli kitapxon. Men sizga seydam yezilgan xotiramdan bir ikki sahifa armag'an qilay. Taksiga o'ltirib Şinjan ish bejirish boshqarmasiga keldik. Uyg'urlarning ko'ngori tamliq arambaxsh o'ylilarini eslatadigan darvoza va qoro tamlari Beijingning zamonaviylik va an'anaga ralishib ketgan qiyofatiga nisbatan tamamen boshqacha manzara edi. Boshqarma darvozasi Qashqa yoki Otish yezlaridagi qaysi bir boyning qo'shqanotliq cho'ng darvozasiga o'xshab ketadi. Oqsiri qoro tamlari Qashqaning pishg'irim issiqda pishgan so'qma tamlarini, sahrolarimizdagi xomkesak o'ylarni, Qashqa shahridagi ko'na sepillarning ustiga silingan yondashma o'ylarni esimga soldi. Bundaq tanishlik va o'z yurt tuyg'usi ish bejirish o'rnidan boshqa yoqqa qarasa yo'qab ketsa-mu, lekin 2 kunlik poyezd safari paydo qilgan horg'inlikni oz to'la bo'lsa-mu chiqarganda qiladi. Mening bu qo'rog'i tunji qitim kelishim emas edi. Esimda qilishcha, bu 4-chi qitimlik bo'lsa kerak. Darvozadan kirsila uduldagi birinchi bino ko'zimizga tashlanadi. Buni tipik Uyg'ur uslubidagi bino bo'lib, garchi u Beijingdagi boshqa binolardek egiz bo'lmasa-mu, ko'rkam ko'rinadi. Qoroning ichi nima uchundir burunqidek pokiz emas edi. Qarag'aylarni qerib qog'danmi bo'lib qolgandek ko'rindi. Yon tarafga qurilish selayotgan ekan. Qoroning ichidagi daraxtlar teximi ozlab ketibdi. Dövlangan shig'illar va po'lat chiviqlar, chepib yurgan qurilish ishchilari, quloq mengni yaydigan ovozlar, o'ltirishib o'ng'ul-do'ng'ul bo'lib ketgan yo'llar qoroning ichini besaramjon ko'rsatdi. Qoroga kira-kirmasdilla Uyg'urlarni ko'gili bo'ladi. G'oyat jiq odamlarni qo'yniga olgan Beijingning boshqa ko'chalarida ularni ko'gili bo'lmaydi. Ularni poyezdda uchirtishmi oson emas edi. Bundaq holda kishi oz to'la Uyg'ur tarafma qoladi. Men uchirganlikka Uyg'urga salom berishga tamshilatdim. Lekin ular mendek yana bir qerindishiga nisbatan beparvo edi. Ba'zilari yiroqdan hayvilik bir qarab qo'yib, yaqin kelganda qaramay o'tib ketadi. Ba'zilari g'arg'in ko'rinadi. Bu yerga keladiganlar bir bo'lsa kadr, bir bo'lsa chet elga chiqish uchun qatirab yurgan savdogarlar yoki o'quvchi, yana bir bo'lsa da'vo ishlar uchun kelgan da'vogarlar bo'lishi mumkin edi. Ular o'z shaxsiyatini o'z qarindoshlariga ko'z-ko'z qilish yoki ulardan qaydash orqali ovundiradi. Bir bo'lsa ortiqcha haqoratlik, bir bo'lsa ortiqcha kamtarlik, o'zini to'van ko'radigan kishilar ifodalaydigan bir-biriga zid ikki xil pozitsiya bo'lib, bularni mushu qoroda mengib yurgan Uyg'urlarning abdidan to'liq ko'gili bo'ladi. Qandoqla bo'lmasin, bu yer Beijingda Uyg'urcha gapni anglag'ili bo'ladigan birdan bir o'rin bo'lib, tonish gap so'zlar va tonish mijozlar odamningovat shahardagi yotsinish tuyg'usiga ozroq tasalli bo'ladi. Boshqa yerlardan yotoq tepish ular uchun oson emas edi. Uning ustiga boshqa yerlarning yotoqlari qimmat edi. Shunga biz tushgan bu joy Uyg'urlarning birdan bir musofirxonasiga aylanib qolgan edi.
1995-yili Changchundagi Sharq Shimol pedagogika universitetida yaponcha o'rganayotgan Uyg'ur o'quvchilar yozliq ta'tilda yurtlarga qaytishgan edi. Ayolimmo ana shularning biri edi. Men dal shu maktabda 3 oylik ingliz tili o'rganishimni oxirlashtirib, ular bilan birga qaytayotatdim. Bu mezgilda poyezd bileti elish nihoyat taskin. Changchundan chiqqan poyezd atsi atigandala Beijingga yetib keldi. Safardoshlar yuk taqlarimizni ko'tarib poyezddan tushdik. Ba'zilar bilet elishga tutindi. Ba'zilar yuklarni vokzal atrofidagi omonatxonaga qo'yib nagidur g'oyib bo'lishdi. Biz bir qanchaylan yuk taqlarimizni elib Xinjiang ish bajarish boshqarmasiga taksi kiraladik. Odamlar to'shib ketgachga bu yerdan yotoq ololmadik. Kechda bir gap bo'p qolar deb biletning ko'yiga tushdik. Bilet ololmaganlar ko'p edik. Kechda herib jo'liqimiz chiqqan holda Xinjiang ish bajarish boshqarmasiga borsak, yana yotoq yo'q bo'lib chiqdi. Atrofdagi boshqa mehmonsaroylardan qo'nalg'i izdidik. Mehmonsaroy qabulxonasidagi mulozimlar bizga bir qarabli yotoq yo'q deyishadi. Shaxsiy yotoq xo'jayinlarimi kimligimizga qarab yotoq yo'q deb qaytaradi. Tun nisbi bo'lay deganda Ganjaku atrofida tinab yurdik. Bu yerda bir ko'chada maxsus Uyg'ur oshxonalari bor edi. Lekin bu chaqda hamma yoq tinjib ketgan edi. Oramizdan biri bu yerda bir Uyg'urning saroyi bor degachga bu ko'chaga kirib shu saroyning darvozasini qoqdik. Saroy xizmatchisi yotoq bor deb bizni ichkiriga boshladi. Biz odam beshiga 10 yendan pul to'lab birdan karvatga erishdik. Yotoqlar to'limi oddiy ham degandek pokiza bo'lmasa-mu bizga panolik beradigan edi. Dilni, tilni tonamagan yerda panogohning tepilishi taskan deb o'yladim men shu kuni. Boshqarma restoraniga kirsangiz, Uyg'urcha tamoqlarni yegili bo'ladi. Eshikdan kirishingiz bilanla burningizga kuchli spirt purig'i puraydi. Haraq ichishib, qizib kelishgan har millat xaridorlarining alatog'il vaqirashlari restoranni qizg'in kayfiyatda ko'rsatdi. Bu yer faqat milliycha tamoq xumorini qondirish qilib bo'ladi. Lekin baxudik paranglаш qilib bo'ladigan yoki orom oladigan tish joy emas edi. Bu yerdami Jungodagi barliq oshxonadagiga o'xshash yeb ichish paytidagi asabiy qiyoq so'rallar va hayajonlar qo'rimalar bilan giralashgan dog'dug'ini paydo qiladi. Zal Uyg'urcha zinnatlangan bo'lib, tomlarga Xinjiang manzara rasmlari esilgan edi. Mulozim qizlarmi Uyg'ur do'ppilarini kiyib yurishadi. Bu hol tomdagi heytgoh jamiyasining rasmi bilan tabiiy moslashgandek ko'rinadi. Zal, tamoq, kiyim qatorliqlar Uyg'urcha edi. Kutish va kutinishlar xanzocha edi. Ko'p sondagi xaridorlar ko'p xil qo'rimalarni tizib o'ltirib mazza qilib yeyishadi. Qo'rimalarni cho'ki bilan qisib bir-birining taxsisiga serishadi. Uyg'ur do'ppisini kiygan mulozim qizlar amdili quruqdalgan qadahlarni haraq bilan to'ldiradi. Mehmonlar qadahlarni so'qishtirib, haraqlarni o'zlarini har ko'ylaga sag'an qo'saqlarga ravon qilishadi. Bu yer turli iqlimdan kelgan mehmonlarga hech nimani ilg'amaydigan bugungi abjash Uyg'ur madaniyatining simasini oz to'la namoyon qiladi. Dasturxonlarda xolislik boyuqning orliqida bo'lib, sohibxona ko'p hollarda g'araz bilan mehmon kutadi. Mehmonlarmi g'araz bilan yeydi. Texib bir muncha haraqni ichib bo'lgandan keyin musulmoncha duo qilishib, rahmat hashqalli bilan tarqalishadi. 1993-yili kuzda bir qitimli Xon Tangri adabiyot mukofoti murosimi mushu Qoro'da o'tkazilgan edi. İsmail Ahmad apandi Uyg'ur yozuvchilarga mushu tamoq zalida ziyofat berib, boshqalarga qitilib Uyg'urcha naqshi o'qigan edi, usulni o'ynagan edi. Mo'ng'ul yozuvchisi Malachinfu Uyg'ur yozuvchilariga qadah tutib, Mo'ng'ullarning bir qanoti naqsha, bir qanoti haraq degan edi. Shu chaqda men Mo'ng'ullarning qanot uqumida zo'r o'zgarish bo'pti. Chingizxon ot bilan qilishni qanot qilib, Volga bo'ylarga borgan edi, degan edim ichimda. 1997-yili kuzda İsmail Ahmad apandining tashabbusi va Markaziy Milliy ishlar komiteti qaramog'idagi Millatlar Ittifoqi, ya'ni hozirgi Jungo millatlari jurnalining tashkillashi bilan 20 dan ortiq yozuvchi Jungodagi bir qism shaharlarni sayohat qilib Beijingga kelgan edik.
Shu chaqda ataqliq yozuvchi Wang Ming Uyg'ur do'ppisini kiyib, Uyg'urlarning ataqliq yozuvchisi Zo'rdin Sabir bilan yonma-yon o'ltirib tushlik tomoq yegan edi. Bu qitimliq safarda Zo'rdin aka ikkimiz jiq sirdashgan edik. Bu adabiyot mo'tivirining kishilik turmushdagi hasratimi oz emas edi. Bir yozuvchining hasratiga o'zidan boshqa hech kim ega emas. Lekin uning mehnati va shuhratiga xalq ega. Nodon elning yozuvchisi teximi shunda qoladi. Zo'rdin aka ikkimiz Markaziy Millatlar Universitetidagi Uyg'ur o'quvchilarining taklif qilishi bilan bu maktabga berib, o'quvchilarga Uyg'ur adabiyotining taraqqiyoti haqida doklad berdik. Doklad oxirlashgandan keyin bizga hamroh bo'lgan mazkur maktabning o'qituvchisi Erkin Oriz bizni mehmon qildi. Beyjingga borgan nurg'un Uyg'urlarning ish bajarish o'rni haqida o'ziga loyiq aslamasi bo'ladi. Mening bu yer haqidagi ta'sirotim borgan siri ko'p tarkiblarga ega bo'layotdi. Ganjakudagi Uyg'ur oshxonalari yo'qolib ketgandan keyin bu atrofdagi obodchilik suslashib qolgandek turadi. Oshxona joylashgan heliqi ko'chalar Urumchidagi Do'nko'rik bozorining o'ziga to'limi o'xshaydi. Oshxona viveskallariga har kim o'z yurtining nomini yo'g'on qilib yezib oladi. Ko'cha tor ham mehnat bo'lib hamma narsa setiladi. Hatto kitobxonalarga uchraydi. Oshxonalar degandek pokiza bo'lmasa-mu, tamoqlari mazalik edi. Amdilikda bu ko'cha ratlanib, hashamatlik zamonaviy binolar o'rin oldi. Gapga chaqqan oshpaz ustamlarning xaridor chaqirishlari tamoman g'oyib bo'ldi. Bugun biz tushlik tomoqni yeb bo'lib, Haydiyan kitob shaharchisiga bordik. Yukimizning eg'irlab ketishidan ansirab, oran 2 poch kitob setib oldim. Bu kitoblarning biri Povalerning adabiyot san'at haqida abjash paranglar degan asari. Yana biri John Deweyning Demokratizm va Maarif degan asari edi.